Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylarida qarindoshlarım. Hammalarninki mushu vaqti ve bununki vaqti xayrlik bo'lsin. Qadirlik do'stlarim. Bugungi tadbiriyat sintersimizde Sharq bilan G'arb oraliqida islom degan kitobi bilan tanilgan islom olimi marhum Ali İzzet Begovich'ninki Sharq bilan G'arb oraliqida islom Uyg'ur tarjima markazi tarafidan Adil Uyg'ur deydigan bir do'stimiz var. Shu qarindoshimiz o'z vaqtida tarjima qilgan kitobkan. Mushu kitobdan biz kelgan yerdan o'qiymiz. Kitobning yozuvchisi Ali İzzet Begovich. Aliya deb qo'ydi. Bu kishiningki yozgan asari. Kitap pek isil bir kitap. Qattiq muqovalar 380 bettek va 364 betken. Biz 222. betiga kelib onu tamamlagan hamda 223. betida 6. bab drama ve utopiya g'oyibiy jamiyat degan temada birlikda o'rganish qilamiz jinim do'stlarim. Qo'liqonli tadbiriyay sindarisda zihninglar 6. bab drama ve utopiya g'oyibiy jamiyatda bo'lsin qadrli do'stlar. Rezillik insan ruhinin qarang'u cho'nqurliqlaridan kelamdi yoki inson hayotining obyektiv shartlaridan kelamdi. Bu xususda insonlarni e'tiqodlar bilan materialistlardan iborat ikki cho'ng kategoriyaga ayirishimiz mumkin. E'tiqodlarning qarashicha yaxshi bilan rezillik tamamen insonning ichida bo'ladi. Bu sebepten birovga kuch ishlatish eng nachar ish hisoblanadi. Chunki tashqi narsaga, ya'ni vujudga kuch ishlatish xiyoliy va mavjud bo'lmagan bir rezillikka qarshi kurash qilish deganlik bo'ladi. Kuch ishlatishni faqat tavba va taqvolikdan iborat ruhiy dunyomizga yuzlangan ahvolda o'ylasa bo'ladi. Rezillikning tashqi dunyoda ekanligi, tashqi muhit o'zgarganda ondan insonning o'zgardiganligi, mundaqcha qilib aytganda insonning tashqi muhitning mahsulot ekanligi qarashi din nuqtasidan g'ayri insoniy va kufrlik hisoblanadi. Bu tushuncha insonni modda saviyasiga, yani bu yerdeki din degan gap religion degani bu islom dinini ko'rsatmaydi qadrli qarindoshlar. Kitobning boshida buni ogohlantirib qo'ygandik. Bu tushuncha insonni modda saviyasiga, ya'ni tashqi mexaniklik va ongsiz kuchlarning chakiri bo'lishdak saviyaga tushirib qo'ydi. Rezillik insonning ichida bo'ladi. Aqliy jihatdan chetga qoqilgan ikki dunyo qarash hisoblanadi. Rezillik insanın işidir bulunur. Rezillik cemiyette bulunur. Bular birbiriga tamamen zid. Birbirini aqli jihatdan chetga qoqadigan ikki dunyo qarash hisoblanadi. Ularga mos keladigan va birbiriga tamamen zid va birbiri bilan bir yerga kelinmaydigan ikki hodisa bor bo'lib, ular drama va utopiyadan iborat. Yani utopiya degani qadrli qarindoshlar bu g'oyibiy jamiyat deydigan Platonning nimasi deymi g'oyibiy jamiyat, yani utopiya degan gap bu yerda tushunirish yuribdi. Utopiya hukmi bu yerda insonlar jamiyatini har kuniki cho'mil uvusiga o'xshash mukammal hayvon to'plariga asosan g'oyibiy tuzumga erishtirish xiyoli ma'nosida ishlatilgan debdi bu yerdagi ishlatish nimasiga izohatda. Drama insanın ruhida jarayon qiladi. Utopiya bo'lsa insonlar jamiyatiga munosabatlik. Drama koinotda mumkin bo'ladigan mavjudlikning eng yuksak shakli. Utopiya bo'lsa dunyodagi jannat tushi yoki tasavvuridan iborat. Dramada utopiya mavjud emas. Utopiyadami drama mavjud emas. Bu inson bilan dunyo, shaxs bilan jamiyat orasidagi ziddiyettir debdi. Bunun izohatida drama bilan utopiya orasidagi bu ziddiyet Xitoydagi madaniyat inqilobi asnosida tatbiq qilinish jarayonida o'tirg'i chiqqan.
Teatr sənəti asasən degidək ölgən bulub, səhnələrdəki oyunlarmı, drama bilən heç qandaq münasibəti yox idi. İnsanların şəxsi və ailəm turmuşunu temi qılğan əsərlər çəklənən, qəhrəmanlar mükəmməl şəxslər sübutida mədihlənən, qara aq boğan bu təsvir içidəki toxunuş və dramını tamamən çətki qaqqan dəbdi canım dostlar. Əflatunun G'ayibi Dövlət namlıq diyaloguda, yəni ən burun yazılğan əsərdə mundaq deydi. Qəni xoş, əmdi dövlətin asaslarını təsəvvür qılıb baxaylı. Bu asaslar ehtiyaclarımız olub qalıdı. Biroq dövlət bu ehtiyaclarını qandaqmı təminləyəlisin? Birisi fuqara, birisi binakar ustası, birisi toxumucu. Bularning hər biri başqalar üçün özü yaxşı bildiğin bir işni qilish kerak. Askerler düşmanlarga qattiq, do'stlarga yumshoq muomala qilishi lozim. Bu ishga alaylikka ega bo'lish uchun ular cho'qim paylasif bo'lishi shart. Chunki do'st bilan dushmanni ayriya oladigan bo'lish kerak. Shunga askerler davlatning muhofazachisi bo'lish uchun tarbiyalanishi lozim. Ta'lim tarbiyada eng muhim bo'lg'ini dastlabki qadamdir. Ya'ni boshlang'ich ta'lim tarbiya. Ta'lim tarbiya cho'chaklarni eğitish bilan boshlanadi. Şoňlaşqa dövlət çöçek retligüçileriga çeklimiga qo'yish kerak. Rəhbərlər dövlət mənfəətiga yalğan ayta alaydı. Başqalar bolsa qat'iy yalğan sözləməsligi lazım. Xalq rəhbərlərə itaat qilishqa məcbur bolğanlıqdan kitaplardakı barlıq qarşı fikirlər tamamən çıxarıb taşlanışı kerak. Təvrilər bilan qəhrəmanlar alicənablar ülgüsü sübutida ko'rsatilishi to'liq zarur. Qayg'uluq, yumshoq va ritmi asta melodiyalar cheklanishi, mardlik va urush melodiyalari tashviq qilinishi lozim. Haraq chuqum cheklanishi kerak. Fuqaro hayotini kasallik va davolanish bilan o'tkazmaslik kerak. Bundaq bo'lganda davlat ziyon qo'shiraydi. Ya ishni davomlashtirishi yoki o'lish kerak. Uzun vaqt kasal bo'ladigan yoki kasal nesil tug'iladigan bir ayol o'zini o'ltirib olsa, hamma uchun foydali. Rəhbərlər və əskerlər tərbiyə arqılıq tanlanışı şərt. Farzandları çoğunluğa oxşaş səviyyəyə kelməsə, işləb çıxarış sınıfına qayıtış kerak. Məşundaq bir təlim tərbiyə sistemini qoğdaş arqılıq ösümlük və hayvan türlərinin yetiştirilgeniga oxşaş hər kinki nəsil aldınqısının texmi yaxşı yetişib çıxıdı. Utopiyanın mexanizmi g'ayri insani bo'lgandan sirt mükemmellikka ega. Dramaning mohiyati erkinlikdir. Utopiya buningga zid ikki haqiqatdan, ya'ni tuzum va intizomdan tashkil topadi. 16-asrning boshlarida Thomas More Utopiya aralida g'oyibi davlat qurish haqida nomli kichik hajmlik, lekin bo'sish xarakterlik ahamiyat ega bir kitob nashr qildirdi. Bizga nisbatan kitobning ikki qismi texmi jalb qilarlik bo'lganligi uchun qisqacha mazmunini o'rtoqlashishni muvofiq ko'rdik. Utopiya arali hilal şəklində bulub 54 çoğ şəhər var. Bunlar şəkil və turmuş əndisi cəhətdən bir-biriga şundaq oxşab ketidir. Şəhərlərin ətrafında munbət etizlər, dehqonchilik meydanları və saymalları mövcud. Yezilarda xalq 40 kişilik kooperativlar halında təşkilləngan. Hər kooperativqa bir kişi məsul qılınıdı, yəni öy egisidək. Her 30 kooperatifga bir başlık saylangan. Kooperatiflarga 2'den çakar taqsim qilingan. Her kooperatiften 20 kişi yezada 2 yıl qalgandan keyin şehirge qaytib ketidi. Şehirlerden kelgen 20 yeni a'zo bo'lsa kooperatifga urilishidi. Bularmi yezada 2 yıl turdi. Yani yezilarda loqum turdiganlar yo'q. Çücüler çücü maşinası chiqarildi. Ehtiyojdan ko'proq ishlab chiqarilib, eshib qolgani boshqa shaharlarga tarqatildi. Mo'lisin usul mezgilida ishlar burunroq tugusin deb ko'p sonda shaharlik yezilarga boradi. Poytaxt Amurot dengiziga yaqin joylashgan bo'lib, nihoyat mustahkam suv bazasiga ega. Uylar favqulodda pokiz bo'lib, o'xshash kenglikda bo'lgan ko'chalarning ikki tarafiga rat qilib silingan. Uylarning ishigiga qo'lib silinmaydi. Chunki xususiy mulkchilik yo'q. Uylarni har 10 yilda bir qatim chek tashlash orqali taqsim qilinadi.
Şehirlikler bağçalarga alaydı ehmiyet berdigan bolup, her qaysı aylıklar kuralları bu işte bir-biri bilen beygege düşüdü. Hemme adem yani erlerge okşaş ayallamı birer kesip ügünüdü. Bu kesipler tüvendikçe tamçılık, tümürçülük, yağatçılık, yungçılık ve tokumçılık. Her aile okşaş şekillik, boy, yaş, cinsiyet katırlıklarına karab öz kişimlerini özleri tikip giydi. Otopiyanın her pukrası atısının kesbini devam kıldırdı. İşleş vakti günde 6 saat buludu. Düştün ilgili 3 saat, düştük tamak demeliş vakti 2 saat ve onun keyingisi bolsa 3 saat. Kes saat 8 uxlaş vakti 8 saatin keyin ornunun turuş vaktidir. Hizmette teriden tikilgen kiyim kildiren bulup bu kiyimler 7 yıl kiyildi. Her şehirde 600 aile bulup her ailede 10 ve 16 kişiden teşkil tapıdı. Aile reisi asasen yaşlı çoğun kişi buludu. Ailenin ölçemsiz çoğunluğa ya kişilik yetişiği aile özü bir vasıta mesul buludu. Her 30 ailenin ortak bir üyü var. Bu öyde başlık oturdu. Her kim dumbak avazı ağlagan hamalla bu öygü kilidi. Tamak öz üyde yiyilsin buludu. Bırak bunda kılış eyip hesaplanıdı. Onun üstüge tamakını aldın tayarlaş lazım boğallıktan bunda kılış vakitini israf kılış sanılıdı. Otopiyanın fukraları resmi organlarının ruhsatı bilen memleket içinde sayahat kılsı boludu. Nurgulluğan nokta kadirli kırındaşlar. Bu nereden ilingan dese 16. asır başlarında Thomas More'nin Otopiya aralığı gaybi devlet kuruş hakkında namlık küçük hecimlik eserinden aptiken yazgıcı Ali İzzet Bigoviç. Günümüzde bazı cemiyetlerde bunun okşaş haletler tabii hiyalımızı kilip kalıdı. Cemiyet menfaat üçün erkillikinin çeklenişi, rehberge çokunuş, ictimai intizamçılık, aile ve ata-anı bilen boğan münasebetinin yok kılınışı, senetinin, devletinin menfaatine hizmet kıldırılışı, darwinizmlik şallanış, ölümün asanlaştırılışı, ailevi terbiyenin ornuğa ictimai terbiye, devletin şəxstin üstünlüğü, texnikilik ilgirləşki yüzlünüş, cemiyeti iş təqsimatı cəhətdə er-ayal beraberliki, mülk cəhətdeki beraberlik, hizmet mükafatı, rekabet, kollektiflik, birdeklik, şeklime, qatarlıqlar. Drama insanı objektif kısa, otopiya dünyanı objektif kılıdı. İnsanın sırlıq ruhi dünyası otopiyada xiyali yardım ordu süpütüdü körülüdü. İnsanın ruhini inkar kılıdığın bu qaraş otopiyanın şərti hesaplanıdı. Otopiya insani meselelerde yok buludu. Bu əxlaqi meselelerin yokluğunu körüstüdü. Otopiyada insani meseleler yok buludu. Bu əxlaqi meselelerin yokluğunu körüstüdü. Otopiyada insanlar yaşamaydı, yalğız rol oynaydı. Yaşamağanlık uçulu erkillik de bir nerse bulmaydı. Bu yerde insanın özüge has kişiliği ve karakteri bulmaydı. Onun onuğa psikologiye bar buludu. Bu ictimai iş təqsimatındakı ruluğa ve turmuşunun qaytıdın avuşuğu bağlıq. Yaxşı yaki rezillik təbirlerinden bu yerde hiç qandaq əhmiyeti yok. İlmi deyilatkan sosyalizm qatarlıq hiç qandaq bir otopiyada kıymet ölçemleri bulmaydı. Her neresi sıximi şekilde buludu. Her qandaq otopiya prinsip cihetten yaxşı ve yamandan halkıgan buludu. Marks'ın karışıcı tarixinin en ahırkı baskıcı boğan komünizm hemme ademge nispeten məhsulat molluqı ve tamamen maddi vədidin ibaret boğan qaraşdır. Hegel'nin karışıcı tarixinin mənisi erkillik fikrinin zeper kuçudu yatıdı. Yani dramıdır. Sosyalizm maddi dünya kanuniyetlerinin insan ve cemiyette eksiltişidir. Ebedi tinişlik yaki sınıfsız cemiyetke münasebetli komünizm tasavvurları da teraqqiyatның ahirida maddi dünyanın yirak istiqbalının tasviri tekrarlandı. Sınıfsız cemiyet Clausius'un o'ttiruvchi uçur miqdori qonunning ijtimoiy turmushda aks etishidan boshqa bir narsa emas. Ebedi tinchlikning o'rniga din, nihayet korkunuş ve sürlük mehkimini, umumi beraberlikni ve tengponglik o'rniga dramani ko'rishga mecbur bo'lgan.
Şoňlaşqa dramany hem prinsip jihatdan hem de tarihi noktadan dinning davam edesek hergizme hatalaşmagan bolamız. Xuddi her utopiyada birer ta'limat bolğunydek. Kevtelit cemiyet şunas hakkında yazgan eserlerde mantiqilik halda ictimai fizika degan bir serlavini işletken idi. Cemiyet hakkındaki her bir ta'limat ideya ve nazariye fiziki yoki zoologiyanın davamı ve farklı varyantı xalas. Siyasi utopiyalar mevcut bulup bunun zinciri Platon'dan başlap Thomas Morus, Campanella, Fourier, Saint-Simon, Robert Owen ve Marx kişi davamlaşıdı. Bununla Bacon'un Nova Atlantis namlıq eseri bilen başlanğan texnik ve ilmi fantaziyalık tüsü quyuq bolğanlarını ilave qilish kerak. Texniki ve ilgirlash gayet zor pen-texnikilik mexanizmni kündün künge terakki kıldırmakta. Bu mexanizm içinde insan mukarrer halda kişilik karakterini yokutup koyup onun bir kısmı gayınlıdı. Huxley kelecekteki insanni sün'i mevcutluk özü kulu bilen barlıq keltirgen texnikinin mahsulati ve kurbanı süpütüdü görüldü. Gayet zor tecrübehanlarda insan türenmesi gen injinirlik sahası ilgirleşte sayesinde muayyen planlarga mas halda muamele görülürken penni usulda bir bilen tamamen beraber bolgan insani mahluklar canlılık köpeytilgen nuskalar işlep çıkaralardiken kişilik karakter ornuğa en yaxşı alaylıklarga ega boladiken Cenve Üniversitesi Gen Medisina İnstitutu Başlığı Doktor Diew Killian pakının tuxum hücresini elip etiş ve onun ornuğa başka pakının hücresini seliş arkalık tecrübe edip barınmakta. Ve bu şekilde arzu kılıngan genlik adaylık ilgi kandidat şahslar barlığı keltirmekte. Bu jarayonda en az 40 yoki 50 yıl vaqt sarf qilinadigan. Doktor Kelly'nin qarashicha oldin planlangan alaylıktaki hayvanlar ve insanlar paydo qilish mumkin bo'ladi ekan. Bu g'oyibi nusxalar bir-biriga tuxumga qandaq o'xshasa, shundaq o'xshaydi ekan. Aldous Huxley texniklik utopiyaning bu qarashini texmo ma'nisizlashtirib 2500 yılda zeminde Huxley masxara qilgan holda aytgan edi. Yangi jasur dünya meydana keldigan bo'lib, onun prinsipleri beraberlik, o'xshashlik ve muqimlik bo'ladi. O çağda tuxum chiqarish mashinasidan ölçemlik insanlar ve qancha minglagan qo'shkezak chiqadi. O'xshash uskunalar ve aparatlarda ishlaydi. O'xshash rollarni o'taydi. Mundaq bir qaltis dunyoda gunoh qildiganlar bo'lmaydi. Fakat nuqsoni bor kishilarda bo'ladi. Ama ular her qandaq ishdan javobgar bo'lmaydi, jazoga tortilmaydi. Mushundaq bir dunyoda yaxshi bilan rezillik, hatta jafoga chidab ishlash, gumon ve isyon bo'lmaydi. Drama bir taraf qilinib, utopiya vujudga chiqadi, debdi qadrli qarindoshlar. Utopiya ve ahlak. Umumiy qarashning aksicha, inson funksiyalik bir dunyoga emas, funksiyasiz bir dunyoga qarab yuzlanmoqda. İnsanın ictimai hayvan ikenlikini ilgiri sürgen qarashning qimmati hakikaten gumanlık. Hem cinsliklar bilen birlikte yaşaş ihtiyacı, eğer bunu insanlar topu, pada, her topu, her günlük kişilik yaşaş dep düşünsek, insani buluştan belkilek hayvani, zoologilik ve biyologilik alayidliktir. Her ve çömünlerinin ictimai hayatı bilen, yaki vücutta hem üzü hem de başkası üçün birdeklik içinde turmuş geçirgen bir topdan ictimailiği bilen qaysi narsani sileshtirg'ili bo'ladi. Materialist hobbes inson tabiatning taqozosi bo'yicha elib aytganda anti ijtimoiydir, ya'ni ijtimoiylikka qarshidir debdi. Deyish orqali bu ochiq haqiqatni tepib chiqqan. Amaliyotda inson ma'lum ma'noni aytganda shaxsiyatchi bo'lib, top ichida yashashdan yirginidir. Hatta bunda qilish qobiliyatimi yo'q. İnsanlar içinde intayin az bir türküm kişi fonksiyoni, tertipni, intizamni, birdeklikni, cemiyetning şahsın aldığı planı turduğanlıqını ilgili sürüşüdü. Bu qo'ldagi insonlarning ta'siri doirasi kuchli bo'lganliklari uchun qarashlarni boshqalarga majbur tanıdı. Harbiy saptiki 105'lar shoirlarga qaraganda boshqalarga texmi ko'p ta'sir ko'rsatadi. Bu nayt açık bir reallik bo'lib,
beşeri ve insani boğan neslinin küçüklüğü ve küçsüzlüğüne işaret kılıdı. Hərbi gazarmada askerlerinin barlıq ihtiyaçları təminlenidu. Mesela turalgı, yemek içmek, kiyim keçek, iş qatarlıqlar. Gazarmada yana intizam, bexatarlik, tüzüm, səhiyyə tədbirləri, hatta beraberlik ve birdeklik var. Lekin insanlar hərbi gazarmanın bu üstünlüklerinin əksçe gazarmanın cemiyetinin en naçar tipini teşkil kıldığanlığı fikirde birdişələydi. Günümüzde bazı cemiyetler büyük hərbi gazarmadan hiç farkı yok. Yani bu yönünüşte pərdarzlaş üçün işletildiğin celip kılarlık nesile əməliyyatda hiç qandaq nesini özgertenmeydi. Humanizm yani humanizm ve ahlak insanın kişilik karakteriga mesuliyet enliği bağlıq. Cemiyet əzası yoki utopiya ahalisi bolsa, kelimenin asıl ma'nosini aytganda insan emas, fakat ictimai hayvan yoki aql bilan qurollangan hayvandır. İnsanın ahlakı yoki ahlaksızlığı cemiyetning a'zosining bolsa fakat funksiyasila bar boludu. Ahlak her vakit ölçem rolunu üteydi. Hareketimiz ve faaliyetlerimiz anlık ve irademiz bu içi olmasa, yani utopiyada bolğunuğa oxşaş mecburi işlesek, ondaqda her ölçem, şundaqla ahlak mı ma'nisiz boludu. Komünizmde insanın en insani hareketi mi ahlaki emas. Komünizmde ahlak da bir neresi yok, yoki mümkün bolmaydı. Degan Marksizmchilarning qarashlari da bular yatıdı. Komünizmde ahlaka urun yok. Çünkü insanlar arasındaki münasebetler ölçeminin vasıtası bolmay turup mu bivasıta boludu. Çömile üvüsüdeki her bir çömülenin vazifesi mükemmel şekilde urundişinin ahlak bilen kılçı münasebeti yok. Çömile başka hareket kılmaydı. Herlerin kisel yaki mağdurudun kalgan işçilerini könekten koğlap çıkırışı ahlaksızlık hesaplanmağına okşaş. Herinin her topu üçün üzüne pida kılışımı okşaşlı ahlak emas. Bu yerde ictimai mekanizm aldınqı planı turudu. İlmi sosyalizmda zerrecilik ahlak yok diyen Lenin'in sözü aslında bunu körüstüdü. Lenin'in bu sözü köplügen iniqsizlikqa, düşünüksüzlükə sebep bolğan. Biroq bu söz komünizm bilen utopiya arasındaki münasebetini nayet roşen gevdilendirip durdu. Bunu tunulgan Rus kanun nezriyetçisi Y. Paşukanisining bunu sözleri bilen seliştirip göreyli. Eğer şəxs bilen sınıf arasındaki münasebet men sınıf menfaati şəxsi menfaat bilen oxşaş bolsa, ondaqda əxlaqi vəzifədən orundaşının heç qandaq əhmiyyəti yox. Bu noktanın əxlaq deb bir neresi mevcut bolmaydı deptiken Yegeni Yaşukanis degan kişi. Marksizm bulupmu ilmi boğan kısmıdla utopiya bulalaydı. Her bir utopiyanın sebebi insan hayatının fakat bir taşkı ifade, yoki bir işlep çıkarış, istimal, taksimleş meselesi süpürde karılışıda. Bilim sayesinde ve ilmi usullarının tatbiklanışıda yeni schemalar, yani schemalar, münasebetler, tamponluklar, besinler, karşılıklar, unsurlar, şerait, organlar, kanunlar, turmalar ve tedbirler vasıtası arkalık tüzüm berpa kılışta ve meselenin bu noktada ahırlaşıda yatıdı. Hem sosyalizmnin hem de komünizmnin asas işlep çıkış ve istimaldı buludu. Her kim kabiliyeti yarışı işlep çıkış işlengenge asasen ihtiyacı kasını serip kılış, yoki Lenin'nin dağlık formulası komünizm ten Marksiz koşulgan elektrleşiş. Degen gepken kadarlık yerindaşlar. Yani cemiyetke tedbir kılıngan materyalist hükümler sosyalizmga yoki komünizmga elip barıdı. Oxşaş hükümler eğer şəxsning turmuşuga muvafiq tedbir kılınsa epokurizmlik, yani lezzetçilik, şangshoujuyi degan narsa var. Elip barıdı. Her epikurcu ameliyatta quyuq materyalistdir. Çünkü insan şartlik ve nazariya cihette cemiyet azası hesaplanıdı. Haqiqiy turmuşida bolsa mustaqil bir şəxs, şəxsi bir məxluq bulup, ictimai turmuşqa maillikdən bekrak şəxsi turmuşqa mail kelidi. Bu sebepten epikurchilik materialist felsefenin şəxsi, sosyalizm bolsa ictimai nəticəsidir. Eğer
birla hayotim bo'ladigan bo'lsa, undaq u tamamen bana təbədir. Bu qarash hozirgi yoki kelgusi avlodlar uchun qilingan fidokorlikdan texmo mantiqliqdir. Jamiyatda inson davomliq doira ishidan chiqib turib, yashash, o'ylash va harakat qilishni o'ylaydi. Bulubmu ijtimoiy nizomlar va qonunlarga xiloflik qilishga moyil keladi. İnsanın shaxsiy tarafini nazarga olmagan bu inson haqiqatlarning aksicha faqat jamiyat a'zosi sifatida ko'rishni tashabbus qiladigan har tuzum xato tasavvurlardan va nuqtai nazarlardan harakat qiladi. İnsan uchun har bir tushunmali misolni ko'rsatish bema'nilikdir. Har tabiatining ta'siri ostida bo'lmagan bo'lsa va o'ylaydigan bo'lsa edi, ishlashdan qochadi va do'stlari yig'ib qo'ygan hasanni yegan bo'ladi. Bir oq cho'mila to'pining yashashini kapolatga ega qilish uchun o'zini xolisona holda fido qilmagan bo'ladi. Agar tanlash yo'li bo'lgan bo'lsa, o'limni emas, yashashni tanlaydi. İnsonga kelsak, ko'pincha hollarda jamiyat manfaati uchun gap qiladi. Tashviqot ilib boradi. Amaliyotda bo'lsa, shaxsiy manfaatini ko'zlab harakat qiladi. Sotsialist tuzumlarda ko'rilgan ko'plagan qiyinchiliklarning sababi dal bu nuqtada yotadi. Mas'uliyat yoki mas'uliyatsizlik masalasi barliq tuzumlarda mavjud bo'lgan narsalardir. Bu moslashmaslik hayvon to'plarida ko'rilmaydi. Darvaqa bir hayvon halqılık bir paytda o'z manfaatini ko'zlab, kollektivning manfaatiga sal qaramaydi. İnson bo'lsa tanlash qobiliyatiga ega bo'lib, o'z manfaatini tanlay oladi. Bu ochiq haqiqatga sal qarashga qat'iy bo'lmaydi. Shunlashqa ya tanlash imkoniyatiga ega insonlarga muvofiq ijtimoiy tuzum barpo qilinish kerak yoki majburiy yoki yo'l yo'riq bilan bu imkoniyat amaldan qoldiriladi. Ular har vaqt bu ikki yo'nalishdan birini tanlaydi. Sosyalist mutafakkurlar shaxsiyatchi psixikaning insonning shaxsiyatchilik va erkinlikka bo'lgan tabiiy moyilligining ijtimoiy va kollektiv jannat haqidagi xiyollarining vujudga chiqishida eng cho'ng to'solg'u paydo qilganligini to'liq his qilib yetgan edi. Shunlashqa ular doim jamiyat ishlab chiqarish, taqsimlash, xalq ommasi, sinf qatorliq narsalar ustida gap qiladi. İnsonning shaxsiy masalalarini ko'rmasga soladi. Kishining haq huquqlariga qarshi chiqadiganlar xalqning haq huquqlarini ta'kidlasa, kishilik haq huquqlariga qarshi insonlar bo'lsa, ijtimoiy haq huquqlarni ta'kidlaydi. İnsonga nisbatan az yoki nomuvofiq bo'lgan tuzumini tanlash yoki afzal ko'rish va shaxsiy manfaatning jamiyat manfaatiga bo'ysundirilishi ichki to'qinishning bo'lib, uning axloqiy mohiyati bor. İnsonga nisbatan az yoki nomuvofiq bo'lgan tuzumini tanlash yoki afzal ko'rish va shaxs manfaatining jamiyat manfaatiga bo'ysundirilishi ichki to'qinish bo'lib, uning axloqiy mohiyati bor. Bu haqiqatga duch kelgan materializmchilar ongni ko'tarib chiqadi. İctimai ongni, ya'ni shaxsning ma'lum bir guruhiga mansub ekanligini va butkul hayotini mushu guruhining a'zosi sifatida davomlashtirganligini his qiladi deb qaraydi. Halbuki ong axloqning yana bir ismidir. Shunda qilib materializmchilar o'yinning oxirida materializmda mavjud bo'lmagan va uningga tamoman yat bo'lgan bir unsurni elib kirdi. İnson haqiqatan yolg'iz jamiyat a'zosi bo'lsa yoki bo'ladigan bo'lsa, undaqda sotsializm mumkin bo'lgan bo'ladi. Biroq bu birla tarafni o'z ichiga oladi. Uning ustiga insonning bu shaklda tasvirlanishi haqiqiy bo'lmaydi. İnson mustaqil, erkin va tanlash imkoniyatiga ega maxluq bo'lib, her yaxshini hem rezillikni farq qila oladigan axloqiy maxluqdir. Xulosalab aytganda, inson bo'lganlik uchun sotsializm baş ahiri mas bir şekilde mevcut bulalmaydı debdi qadrli qarindoshlar. Asr namozga azon chiqdi İstanbul'da. Endi ijtihad qilguvchilar va isyonkorlar degan mazmun, jamiyat va jamoat degan mazmunni birlikda o'qiymiz qadrli qarindoshlar. Hayatda shundoq insonlar borki, kuchlik hokimiyatga cho'qinadi. İntizomni va armiyalarda ko'rilgan qo'mondonni, xodimlari muqim bo'lgan tuzumni yoqlaydi. Yangi qurilgan shahar rayonlari red numeri to'g'ri bo'lgan va tashqi ko'rinish asosan o'xshash bo'lgan uylarda o'ltirishni yaxshi ko'radi.
Muzika etretlerini, formulalarını, oyunlarını, faaliyetlerini, parattin ütüş murasimlerini ve bulağa okşaş turmuşunu güzelleştirdiğin koşturnak işiydi ve asallaştırdiğin işlerini yaktırdı. Kıskısı, her işinin kanuna muvafık buluşunu arzu kılıdı. Bular fuqaralıq eni yuqori insanlar bulup itaat qilishni, bexatarlikni, intizamni, tashkilotni, rahbarlarning maqtishiga sazovor bo'lishni, ularning yaxshi ko'rishiga erishishni o'ylaydi. Ular yana sharaflik, intizamchan, sodiq, muloyim, hatto durust grajdonlardir. Fuqaro hokimiyatni fuqaroni yaxshi ko'radi. Ular barobar bo'lib, bir butunning qismlariga o'xshash. Huquq bo'lmagan taqdirda fuqaro uni ijod qiladi. Huquq bo'lmagan taqdirda fuqaro uni ijod qiladi. Yana bir tarafda miskin, baxtsiz, qarishga uchragan va doim azoblanib yuradigan insonlar to'pi bor bo'lib, ular hamisha yangi ishlarni talab qiladi. Nonning o'rniga erkinlikdan, intizom va tinchlikning o'rniga insonning kishilik xarakteridan gap qilishadi. O'tmishlarining hukmdorlarga qarz ekanligini qabul qilmaydi. Hatto hukmdorni o'zlarining himoya qilayotganliklarini ilgari surishadi. Qisqasi, bu isyankorlar umuman hokimiyatni yaxshi ko'rmaydi. Hokimiyatni o'xshashla ularni yaxshi ko'rmaydi. Fuqaro insonlarga, nupuzga, hokimiyatga va butlarga cho'qinsa, erkinparastlar va isyankorlar bir tangriga cho'qinadi. Butparastlik qulluqqa va bo'yin egishga qandoq to'salg'i bo'lmagan bo'lsa, haqiqiy dinmo erkinlikka shundoq to'salg'i bo'lmaydi. Bu ikki guruhdan qaysisiga tavba ekanligingizga siz qaror bering. Endi jamiyat va jamoat degan mazmun bakan qadrli qarindoshlar, buni o'qiymiz. Namozni birdan turib o'qiymiz. Shaxslar tarafidan maydonga keltirilgan va manfaat asosiga tayangan jamiyat bilan kishilarning barobarlik hissiyoti bilan bir-biriga bog'liq bo'lgan jamoat orasida ro'shan farq mavjud. Jamiyat moddiy ehtiyojga, manfaatga, jamoat bo'lsa ma'naviy ehtiyojga, moyillikqa, fidokorlikqa tayinadi. Jamiyatda insonlar manfaat vositasi orqali bir-biriga bog'liq yoki bir-biridan ayrilgan nomsiz a'zolar bo'lsa, jamoatda insonlar o'rtaq fikr, o'zaro ishonch yoki bir ekanligini hissiyoti bilan bir-biriga bog'liq qarindoshlardir. Jamiyat barpo qilinadi. Chunki jamiyatda yashash orqali bizga ehtiyojli narsalarga texmi oson erisha olamiz yoki mavjudligimizni texmi oson davomlashtira olamiz. Bala boshqalarning yordamisiz yetishmaydi. Cho'nglar bo'lsa boshqalar bilan birlikda bo'lmasdan obdan turmush kechirolmaydi. Jamiyatning manbasi dal bu nuqtada yotadi. İnsanlarning boshqalar bilan birlikda yashash istagi bu nuqtaga asoslanganda uning haqiqiy mavjudligidan emas, zurriyatdan paydo bo'ladi. Hobbesning birlikda yashashning o'zi g'oya emas. Arzu qilinayotgan va izdilayotgan narsa uning elib keladigan foydali taraflari degan so'zi dal joyiga tushgan. Jamiyatda kuchliklarning qonunlari, bo'yin egdirish, suiiste'mol qonunlari yoki manfaatlar orasida kuchdan qo'nliq qonuni hukmrondir. Adolat, yordamlashish va qarindoshlik faqat jamoatda o'z ifodasini topa oladi. Ko'plagan ixtiloflar bu ikki xusus bir-biriga aralashib ketganlikdan kelib chiqqan bu gapni izohlabdi. Bu yerda qayd qilingan jamiyat jamoat orasidagi zidlikning tasviri uchun o'qirmanlarning diqqatini Amerikada yaqinqi zamonda maydonga kelganlikdan yetarli darajada oydinlashmagan va tekshirilmagan qiziqarli bir voqeaga burmoqchiman. Zamonaviy Amerikani qoplab olgan etnik mansublik va kultur ko'plik dolquni ustida to'xtalaydi. Bu dolquni maydonga keltirgan eng kuchli sabab Viktor Turnerning qarashiga asoslanganda jamoatni izlash va barobarlikka bo'lgan ehtiyojdir. Jamoat Turnerning qarashicha o'zligida maydonga keladi. U anti qurilmalik bo'lib, mohiyati nuqtasidan ijtimoiy organ yoki qurilmaga ziddir. Parazdagi anti moddaning moddaga zid bo'lganiga o'xshash. Barobarlik din, adabiyot, drama va go'zal san'atlarning markazida bo'lib, cho'nqur iznalarini qonunlarda, axloqda, hatto iqtisodda uchratqili bo'ladi. Turnerning gapi ekan. Smithsonian
institutining sekretari Dellon Ripley mundaq deydi. Avam kültürünün ölçemleştirishga qarshi kuchli ta'siri yo'q. Biroq xalq turmushining festivallari kültür köplüki ve köp xillik qurilmasining muhofazat qilinishiga yordam qiladi. Festivallar cemaatlerini canlandırdı. Bular şəxslik ve individuallıklı devletçilik ve teşkilatlar dünyasının qoğdayalaydigan güçlük qəl'ədir. Amerikada 60-cı yıllarda tamamen özlüğünü meydana kelgan ve nesebinin tekşürülüşünü ve ənənələrinin canlandırılışını çıxış qılğan ammi ve hareket yaxlıqçılıq tərəfindən çıxırılğan etnik gruplaşını təşviq qılğan kanunda orun alğan. Depto qadarlı qarindaşlar. Hazreti İsa insanlığa söygüne teşebbüs kılıdı. Hobbes insanların bir-biri bilen boğan ciderleri ve tokunuşlarından yaki Marx daim eksploatasiyadan iğiz açıdı. Əməliyyatı bulanın yolluk tarafları var. Lekin Hazreti İsa cemaatini köz tutkan bolsa Hobbes bilen Marx cemiyetini közlü tutkan. Adam Smith histaşlık ve intikamның insanlar arasındaki münasibetlerini tertip saldıgan iki kuvvet ikenligini bayqap çıkan. Bırak histaşlık ve intikam cemiyette emas, cemaatde hükümran boğan amillardır. Medeniyet cemiyetni meydana keltirdi. Bırak insanlar arasındaki içki, şəxsi, vasıtsız münasibetlerini üzüp taşlaydı. Ornağa taşqi, namsız, vasıtılık münasibetlerini dəst tutudu. Dəslab qeyd qılınğan münasibetler aile ve urq tuqqanlıq riştilərində, toğut, toy, ölüm qatarlıq münasibetlik murasimlarda yoki bevosita yordamlashish ve kuyunishda öz ifadesini tapıdı. Medeniyet insanı insan qilgan bu münasibetler ve riştilərinin o'rniga sanatoriya ve ta'lim-tarbiya merkezleri kurup məxsus xodimlarni tayinlaydi. Bu noktada a'zolarının obyektiv mənfəətlərinin ifadesi bo'lgan ishlab chiqarish qo'shinlari ve devlet yoki onun organları aile ve manevi cemaatinin karşı tarafında orun alıdı. Kollektif ruh üstüde gaplar buludu. Halbuki kollektif ruh deb bir narsa yok. Medeniyet özü igi bulanmagan bir narsenin kollektifga qandaqmı birəlisin. Kollektif asasen a'zolarning yig'indisidan başka bir narsa emas. A'zolar asasen birbirini tunumaydı ve natunuş peti ketidi. Ularning bir-biriga bağlab turadigan yalg'iz ishlab chiqarish jarayoni zavod binasi yoki terilg'i etizlar bo'lib, tamamen tashqi sababdir. Men yoki sen deb bir narsa yo'q. Hammamiz faqatla ularmiz. Çoğu şehirlerde insanların özlerini yalg'iz his qilish ziddiyatini bu haqiqat izohlab beraydi. İnsanning insonga haqiqiy yaqinligi ma'naviy bo'ladi. Makon bilan hech qanday munosabati yo'q. Bununla zamanimi bir bina misal bulalaydı. Muşundak bir binada insanlar okşaş gavidi işide yaşap durutma, özlerini çöldeki okşaş yalgız his kılıdı. Hiç bayramlar, dini murasim ve oyunlar bilen insanlarını birbirine kançılık yakınlaştırırsa, siyasi ve işlep çıkışlık münasebetlik boğan ve kollektifinin birleşmeleri deyildiğin yığınlar insanlarını şunçilik ayrıdı ve yiraklaştırdı. Belgrad'da adliye istatistikalarına göre hakaret ve eyipleşler sebeplik sot məhkəmələrdə açılğan sotlarının 3/1'e moşundaq yığınlar sebepçi boğan depto qadarlı qarindaşlar. Tədbiriyə isim dersleri 18. dersimizde qadarlı qarindaşlar. Aliya İzzet Bigovich'ninki Şərif bilen Qərib aralığında İslam Uyğur Tərcümə Mərkəzi tərcümə qılıb taqatqan kitap, nəşr qılğan kitap. Şunu oxuvatımız. Bunun bilen birlikte qeyd qılınğan qanuniyet insanlar arasında haqiqiy cemaat faqat histaşlıq, söygü, fidakarlıq qatarlıq din təşəbbüs qılğan bəzi hissiyatlarga tayınıdı. Mundaq qılıb aytqanda cemiyetning mevcut buluş üçün adaletki qat'iy kerak yo'q. Biroq cemaatning mevcut buluş üçün tolumu zürür ve şartdır. Adaletsizlik üstüge kurulgan güçlük ve intizamchan bir cemiyetni tasavvur qilg'ili bo'ladi. Aflatunning Devlet degan kitabını hatırlasak bo'ladi. Cemiyetning axloq fikridan uzoq turishi bütkül cemiyetlerinin hareketlerinde gayri ahlaki buluştak açık hakikatnimi özünü görüstüdü. Cemiyet bir kurulma bulup
muqimliq axloqiy sharoitlarga emas, moddiy va tabiiy sharoitlarga tayinadi. İnsan, hayvan, hatta en mükemmel hayvan deb qabul qilingan taqdirda bu qonuniyatning mutlaq qimmati bo'ladi. İnsan qanchalik az hayvan bo'lsa va qanchalik ko'p inson bo'lsa, bu qonuniyatning qimmati shunchalik az bo'lgan bo'ladi. Nihoyat, jamiyat butkul qonuniyatlari bilan birlikda inson kishilik xarakterga ega bo'lganda, boshqacha qilib aytganda, o'tcha, gruppa yoki jamiyat insonlashgan vaqtida butunlay yo'q bo'ladi va jamoat o'ttirg'i chiqadi. Bunun bilan birlikda qayd qilingan qonuniyat ahvolning faqat nazariy tarafidan ifoda qiladi. Sidam jamiyat va sidam jamoat faqat prinsip jihatida mavjud bo'ladi. Amaliy turmushda har jamiyat insonlarning maydonga kelganlikdan jamoat aloyidliklariga ega bo'lgan bo'ladi. Ammo bu qanchalik ko'p haqiqiy inson tepilganda shunchalik tez bo'ladi. Bundaq bir sidam jamiyat utopiya sifatida mavjud bo'lib tura olmaydi. Aksicha insoniy tusga ega bo'lishga boshlaydi va keyincha jamoat bo'lib shakllanadi. Buning aksimi ehtimoldan yiroq emas. Eng dastlabki xristian jamoatlari ma'naviy jamoatlarning eng munavvar ulgusi edi. Lekin keyincha birilishga boshlagan va agape deyiladigan o'rtaq tamoq ularga ijtimoiy aloyidlik ato qilgan. Bu va bunun o'xshash ahvollar ba'zi kishilarning xristianlikni ijtimoiy harakat ve Hristiyanların beraberlikini bo'lsa kommunizm sifatida tushunib olishiga sabab bo'lgan. Albatta, bu xato bir qarash bo'lib, shakliy jihatdan xato tushunib olishga ishorat qiladi, debdi qadrli qarindoshlar. Kishilik xarakter ve ijtimoiy shaxs, ondan keyin utopiya ve oila, ondan keyin qadrli qarindoshlar mezmun tugaydiken bunu biz inşallah yeni bir saatlik dersimizde birlikte öğrenip öteyli. Bugünkü tedbir yayısin dersimizdeki okup ötken mezmun şerh bilen garip arlıqlı İslam 6. bab drama ve utopiya degan mezmundaki temideki bir qancha mezmunning g'oyibi jamiyat, ondan keyin utopiya ve ahlak degan mezmunni itoat qilguvchilar ve isyonkorlar, jamiyat ve cemaat ularning o'rtasidagi farqlarni o'rganib o'tdik. Nayet yaxshi yozilgan bir maqoli kitobken qadrli qarindoshlar, sizlarga tavsiya qilamiz. İstanbul'daki kitapxonalardan setib olsanglar bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Unda bo'lsa Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.